Assalomu alaykum. Hozir mana bitta stanokka remont qilgani keldik. Bitta tarozi bor, mana bu yerda tarozi bor. Bitta, ikkita, orqa tarafida bor. 3 ta tarozi mana bu yerga yig'iladi. Plataga yig'iladi. Tarozidan pitaniya bilan mana shitga keladi. Hop, mana PLC, mana uni analog moduli. Bu yoqdan elektronikasidan yig'ilgan tarozi mana bunga keladi pitaniya. Endi hozir biz tarozini hammasini tekshirib ko'rdik. Tarozida muammo yo'q. Mana bu tarafdagi tarozida hech qanaqa muammo yo'q. Tarozi, ya'ni yuklama tepadan yuklama tushgan paytda tepadan tarozi qarshiligi o'zgaryapti. Ya'ni o'sha tarozi tenza datchiklari o'zgaryapti. Muammo yo'q. Kabelni prozvonka qildik, muammo yo'q. Endi muammo nimada bo'lyapti? Mana buni yoqamiz. Mana bu transmitter bormi? Normal holatda sekin miltillashi kerak. Hozir mana yonmasa. Mana hozir buni qo'llanmasida yozib qo'yibdi. Mana qizil yonib turgan indikator sekin miltillasa, demak bu normal holat. Agar bu tez miltillasa, demak bu normal holat emas. Muammo shunday ekan. Demak buni ichida qanaqadir muammo bor. Mana chunki biz kabellarni prozvonka qildik. Mana bu kabellarni prozvonka qildik. Muammo yo'q. Tarozini ulanish sxemalari noto'g'ri bo'lgan ekan. O'sha sxemasi bo'yicha to'g'riladik. Mana bu sxemasi bor edi. Mana bu sxema bo'yicha mana shu ulanishi sal noto'g'ri bo'lgan joylarni to'g'rilab qo'ydik. Endi hozir muammo shunda bo'lyapti. 100% mana shundan bo'lyapti aka.